Assalomu alaykum, Sayfish Buxara kanalining a'zolari va ko'rib turgan mehmonlar. Do'stlar, anchadan beri baliqxonani obzorini qilmagan edim. Baliqxonamda nima yangiliklar bor? Bugun qisqacha kichkina obzorchani qilib o'tamiz do'stlar. Marhamat, tomosha qilinglar do'stlar. Kanalimga podpiska, like bosishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Bu menga hech qanaqa pul keltirmaydi, shunchaki motivatsiya do'stlar sizlardan. Sizlarga esa like bosish menimcha tekin. Do'stlar, qayerga bo'lsanglar, qani ketdik. Birinchi akvariumdan boshlaymiz. Valifera qora nigralar. Mana shu ko'rinishda akvarium. Razmerlari katta-katta, lekin hali ko'paygani yo'q. Kutamiz hozircha do'stlar, sabrli bo'lish kerak. Ikkinchi akvariumimiz. Bu yerda Valifera orange. Ular ham hali ko'paygani yo'q. Kutamiz do'stlar, yangilik bo'lsa. Keyingi akvariumimiz do'stlar, bu yerda Coridorus panda asosan va Julian bor. Birga tutaman, chunki boshqa joyim ham yo'q hozircha. Akvarium alohida tutish kerak bularni. Lekin panda bilan Julia birga aralashib qo'shilgani ham bor. Biron kun ushlab alohida ko'rsataman farqini. Na panda, na Julia. Bu akvariumni tozalab gullarni yangidan qo'ydim. Bu yerga dalmatin valiferalarni qo'yaman. Oq-qora valiferalar shu yerda bo'ladi. Bu yerda hozir oq-qora bilan oqni birgalikda ushlaganman. Shu yerda snejinkalar, oq valiferalarni alohida qilib saqlayman kelgusida. Kelgusi obzorlarda albatta bu narsani ko'rsataman. Mana shunday tuvakchalarda gullar bilan bezatilgan akvarium. Avval grunt edi, hozir mana shu ko'rinishda. Keyingi stilajda bu yerda radillik qilib qo'yganman, tug'ruqxona. Tepada esa mana shu ko'rinishda alohida qilib akvarium qilganman. O'zim birma-bir bularni ham ko'rsataman. Mana bu birinchisida gupilana maloklari, bolalari. Bu yerda gupilar, bular sotuv uchun olib qo'yilgan. Asosan bu yerda narlari, erkaklari. Bitta yarimta murdasi bor. Keyingi akvariumda danyo bilan neonni narlari. Shu yerda saqlaganman. Kelgusida danyoni narlari saqlanadi. Bu yerda neonlarning modalari kichkina razmerda va qora balonlar bor. Balon molli. Mana bu stilajda esa, akvariumda esa rangi noodatiy bo'lgan valifera bor. Buni bir ko'rishda tilla rangi ham o'xshatsa bo'ladi. Qanaqadir bir sariq emas, lekin kul rangi ham emas, qanaqadir mis rangiga o'xshagan valifera. Shu liniyani ham, shu yo'nalishni ham ko'paytirmoqchiman. Hozircha mana shu ranglari ikkita nar, 3 ta moda bor. Kelgusida yana ko'ramiz. Mana ranglarni ko'rishingiz mumkin. Sariq emas, qanaqadir tilla rang, mis rangiga o'xshagan rang. Tepadagi akvariumni ko'rsangizlar do'stlar, bu yerda asosan maloklar, Michigan Santa Claus bilan gupini maloklari
ranglarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ranglari yorqin. Bu baliqlardan umidlarim katta. Bu yerda ham xuddi shunday gupilar, sal razmeri kattaroq, sotishga tayyor bo'lib kelyapti. Bunaqa gupilar ham bor. Bu tuxedo bilan kobrani aralashmasi. Yaqindan yana olib ko'rsataman. Chiroyli rang chiqqan. Yana noodatiy gupilar ham bor. Chunki men eksperiment qilaman va eksperimentdan har xil boshqa xil ranglar ham chiqadi. Mix bo'lib. Hop, kompressor Atman. Keyingi stilajga o'tamiz. Bu yerda menda ansitrus uchun maxsus akvarium, faqat ansitruslar saqlanadi va bunaqa Sevilla. 4 dona shunaqa Sevilladan bor. Pseudoscat. Kim ko'paytirgan do'stlar, kommentarga yozib qo'yinglar. Agar ko'paytirganlar bo'lsa, shu baliqni bunaqa red ansitruslar bor. Valiy bunlari uzun kelajakda xudo xohlasa va katta razmerdagi oddiy valiy ansitruslar bor. Mana bu karyagan orqasida ko'rinyaptimi yo'qmi do'stlar? Mana bittasi. Mana shu karyagani mana orqa tomonida. Mana valiy kattaroq razmerdagi, hali lekin tayyor emas ko'payishga. Tayyor para degani yo'q. Mana uzun cho'g' dumlari juda ham chiroyli. Qorong'ilikni yaxshi ko'radi. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Buni suvini tozalaganim yo'q, endi tozalayman. Akvariumning suvi sal kirib bo'lgan. Bu yerda gupilarni ushlayman. Har xil turdagi. Mana bu koya tuxedo. Bunisi mozaika damba. Ko'rishingiz mumkin do'stlar rangini. Mana bu yerda Chorny prinsga o'xshagan, lekin Chorny prins bo'lmagan. Qora tepa qanoti esa ko'kcha, yashilcha yonadigan qora rangli shunaqa liniya o'zimni производим. Bu yerda bir para Platidorus pevchisomiklarim bor. Ruslan akaga alohida rahmat. Sovg'a qildilar menga. To'g'risi bu baliqni ko'paytirishni ham bilmayman. Bironta ko'paytirgan baliqchilar bo'lsa, kommentariyaga kutaman do'stlar. Hozircha bu baliq bilan biron bir rejalarim yo'q. Hop. Keyingi akvarium bu 200 litrlik akvarium. Bu yerda kattaroq razmerdagi michinoslar bilan valiferalar bor. Oddiy michinos va Santa Claus michinoslar va snejinka bilan orange valiferalarning bolalari bor. Bular ham sotuv uchun. Mana shunaqa tirik o'simliklar, rastlinlar ham bor. Keyingi akvariumda sariq rangdagi lira xvostoy malinezlar do'stlar ko'rishingiz mumkin. Va bitta valiy dumlik malinezi ham bor.
va Michinos flagli. Bu yerda esa o'zimni Santa Clauslarim, radilnik, tug'ruqxona, oddiy bitim Michinosam bor, u ham tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Keyingi akvariumda tirnitsalar o'z yerda. Bu yerda ansitruslarning maloklari bor. Sotuv uchun oddiy ansitrus va value ansitruslar bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Qisqacha obzor shunaqa edi. Endi esa bir yaqinroqdan syomkalar qilaman. Bemalol bez kommentariy tomosha qilasizlar do'stlar.
Do'stlar, oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Keyingi videolarimgacha xayr, salomat bo'linglar.